Amerikada Ohio degan shtat bor. Ohio shtatida New Lexington degan kichkinagina bir shaharcha, ya'ni hatto rayon degan bo'ladi, juda kichkina bir shahar bor. Bu yerda January McCahan degan odam yashab o'tgan. Hatto umrini ko'p qismini bu Ohio shaharida va Ohioda yashamagan bo'lsa ham, lekin shu yerda tug'ilgan va shu shaharga ko'milgan. McCahan kim? McCahan biz uchun nimaga gapiryapmiz? O'zbeklar uchun qanaqa ahamiyati bor? Biz uchun nima qizig'i bor? Pensilvaniyaning Pittsburgh shahridan 3 soat yo'l yurib, mana bu yerga kelyapmiz hozir. Nimaga kelyapmiz? Birinchidan, McCahanning kimligini aytadigan bo'lsak, McCahan bu New Lexingtonda tug'ilib, yoshligida shu 25-26 yoshlarida Rossiyaga, Sankt-Petersburg shahriga, Rossiyaga borgan. Ohiodan Yevropaga boradi oldin huquq o'qish uchun, huquq fakultetida o'qish uchun Yevropaga borib, keyin Rossiyaga o'tib, Rossiyada Herald Tribune degan gazetada muxbir bo'lib ishlaydi. Amerikani o'sha gazetasini tamsilchisi sifatida ishlaydi. Va bu yosh gazetachi jurnalist 1873-yili Turkiston istilosini boshlang'ich davrida bular general Kaufmanga qo'shilib, ya'ni Chor Rossiyasini generali Kaufmanga qo'shilib Turkistonga safar qilishadi va o'zini boshidan o'tgan, ko'zdan kechirgan kuzatuvlarini bir sayyoh sifatida yozib o'tadi. Va bu 1874-yili kitob holiga keltirilgan. Kitobi bu yerda Amazonda ham bor, sotib olish mumkin. Ruschaga ham menimcha tarjima qilingan bu kitob. Bu kitobda butun o'sha sayohatlarini Xivadan boshlab Turkiston bo'ylab sayohatlarini yozadi. Hatto Xiva xoni bilan uchrashib, Xiva xoni bilan intervyu qiladi. Va intervyudagi o'sha qiziqarli o'zini kuzatuvlarini yozib o'tadi. Mana New Lexingtonga keldik. New Lexingtonda bu kichkina bir shaharcha Ohioda va bu qabriston, paltamni kiyib olay. Kichkinagina, unaqa katta emas. Bizni boshqa shaharlarning qabristoniga qaraganda ancha kichkina ekan. Hozir endi bu qabrni topamiz. Bu yerda so'rashimiz mumkin bo'lgan qabristonni ofisini hozir endi bugun shanba kuni menimcha bekib bo'lsa kerak. Lekin hech kim yo'q, mana ko'rinmayapti atrofda. O'zimiz sekin aylanib qidirib topamiz. Menimcha topish unaqa qiyin bo'lmasa kerak. Rasmini oldindan ko'rgan edim. McCahanni. Mana bu qabriston ko'rayotganingiz. Eski qabrlar ham bor, mana qadim anaqada ishlangan. Orada yangi qabrlar ham bor ekan. Mana bular eski qabrlar. Hozir endi shuni topamiz. Qabrining yonidan yana gapirishni davom etamiz. Mana McCahanni qabriga keldik. Mana haykali ham bor ekan. Bu haykalini Bulg'oriston, Bolgariya sovg'a qilgan. Chunki McCahanning yana bir tarixdagi o'rni Bolgariyani Usmonli imperiyasidan ozodligida ham qatnashgan ekan. O'shanga Bolgariya davlati haykal ishlab mana bu yoqqa sovg'a qilgan ekan. 1909-yil ekan, 20-iyunda qo'yilgan ekan bu. Tug'ilgan yili yozilgan. 1844-yil tug'ilgan ekan. O'lgan yili 1878-yil, lekin qabr keyinchalik bu yoqqa olib kelingan, menimcha 1939-yil qilingan ekan bu qabr va o'rnatilgan yodgorlik ham o'rnatilgan ekan 1911-yilda. Bu gapirayotganimiz, so'zini aytayotganimiz shaxs mana kitobi January McCahan. Kitobning nomi Campaign on the Oxus and the Fall of the Xiva. Ya'ni Xiva shu Amudaryo bo'ylariga sayohat va Xiva xonligini qulashi mavzusida sayohat, shu sayyohni, jurnalist, gazetachini ko'rgan kechirganlari, o'sha Xiva xonim bilan intervyusi, o'sha shu tarafdan bizga saboq bo'ladigan joylari bor. Xiva xonini o'sha Muhammad Rahimxon bilan bo'lgan suhbati bor bu kitobda.
va mana shu ko'rganingiz hozir o'tib kelgan qishloq joy bu. Amerikaning Ohayoni bir qishloq joyi, kichkina shaharchasi. Shu yerdan chiqqan bir yosh yigitcha Muhammad Rahimxon Xiva xoni juda katta bir o'sha davrda Xiva Xorazm xonligi Xiva xoniga aql o'rgatyapti, maslahat beryapti. Va bu yerda bular suhbatida agar kitobni olib o'qisangiz, Amazonda bu kitob bor. Va shu narsaga, qiziqarli narsalarga shohid bo'lasiz, qiziqarli faktlarga. Shu yerdagi mana suhbatda chog'da Xiva xonim bilan bo'lgan intervyuda Xiva xoniga shu endi ruslar bilan safar qilganda rus harbiylari bilan sovg'alar olib kelishadi Xiva xoniga. Xiva xoni yengilgan davri, o'sha 1873-yildagi davr. Rossiyaga yengiladi va bu yerda suhbat ketadiki, Xiva xon bilan shu bularning o'rtasida Makkaxon bilan va boshqa astronomlar ham bo'ladi u yerda. Sovg'aning ichida o'sha davrni o'sha astronomik geografiya bilimiga oid asbob uskunalar bo'ladi. Bularni sovg'a qilishadi xonga va xonga juda qiziq tuyuladi bu narsa. Ba'zi narsalarni ko'rib ishonmaydi xon. Shu masalan bularning orasida geografiyaga oid narsalar bor. Masalan, bir shahar, bir Samarqanddan, Xivadan turib Buxoroni ko'rish mumkin bo'lgan shu texnik asboblar bo'ladi. Bunga xon ajab bilan qaraydi va ishonmaydi. Va keyin siyosat haqida ham suhbat ketadi. Masalan, Makkaxon aytadiki, bizda deydi Amerikada iqtidor har 4 yilda almashadi deydi. Xuddi hozirgi davrdagi Amerika iqtidori u davrda ham bir prezident 4 yilga saylanadi va 4 yilda hokimiyat almashadi. Xon ajab bilan qaraydi, ajab bilan taajjub bilan qaraydi bu narsaga. Nega deydi xon boshqasiga bu Amerikani xoni qanaqa o'rnini bo'shatib beradi bunga deydi. Boshqa odam kelishiga qanaqa yo'l qo'yadi deydi. Va Makkaxon tushuntiradi buni. Shunaqa iqtidorni almashib turish kerak. Davr bunaqa bir odam bilan bo'lmaydi, hokimiyat boshqarilmaydi deb va bir xonning o'zini tilida tushuntirishga harakat qiladi. Ya'ni u xon tushunadigan tarzda. Albatta tarjimonlar bo'ladi orada, lekin shuni siyosiy sistemani, Amerikadagi siyosiy sistemani shu davrda xonga tushuntirib beradi. Xona albattaki endi o'sha davrni 1870-yillarning oxiri, boshi u davrdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta Xivada, Xorazmda hali unaqa siyosiy iqtidor almashinuvi yoki bunaqa siyosiy partiyalar, siyosiy rejimlarning xilma-xilligi yo'q. Albatta xon tushunmaydi, hayron bo'ladi bu Makkaxonni bergan javoblariga. Bu kitobda juda boshqa qiziqarli faktlar ham bor. Ko'rayotganingiz bularning hammasini shu asboblarni xonga ko'rsatadi. Xon qiziq, ajab bilan qaraydi bu narsalarga. Mana kitobni ochamiz. Bilan Makkaxon bilan sayr qilgan, Xivaga borgan rassomlar. Mana hozir belgilab qo'ygan edik buni. Ba'zi rasmlarni ko'rsatish uchun mana bu Kaufman, general Kaufman, Chon Rossiyasini generali, shu odam bilan sayohatga chiqadi Makkaxon ham. Mana agar ko'rish mumkin bo'lsa, kitobda buni ko'rsatishimiz mumkin. Yana boshqa suratlar ham bor. Mana o'sha davrning manzarasi, suv tegirmoni bo'lsa kerak, bu suv aylanyapti. Yana ikkita qiziqarli rasmlarning orasiga belgiladim. Mana biz so'zini aytayotgan Muhammad Rahimxon, yosh xon bo'ladi u davrda. Ham o'zi bilamizki, adabiyot ixlosmandlari biladi. Ayni zamonda Muhammad Rahimxon Feruz taxallusi bilan g'azallar, she'rlar yozgan va adabiyotda o'zini o'rni bor. Lekin dunyodan anchagina orqada qolganligi ko'rinadi. Muhammad Rahimxonni o'zi fikrlash doirasi, bu suhbatdan uni o'qib, kitobni o'qib bilsa bo'ladi. Mana yana bir general Kolovachev degan general ekan bu. Bu ham sayohat qiladi. Endi mana Xivani o'sha davrdagi manzarasi tasvirlangan bu kitobda. Boshidan kitobni qaraydigan bo'lsak, varaqlaydigan bo'lsak, Xiva aholisi, u yerdagi boshqa etnik guruhlar, turkmanlar, qozoqlar, ko'chmanchi xalqlarning ham yashash turmush tarzlari tasvirlanadi, o'tov va Xivani o'sha davrdagi Xiva atrofidagi yashayotgan aholini ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy holati, vaziyatlari ham tushuntiriladi. Masalan, soliq to'g'risida gap ketadi kitobda. Shunda Xiva Xorazm xonini yordamchilari to'g'risida gap ketadi. Mana soliq to'playdi bular deydi, aholidan deydi.
Soliqlar juda endi qanchalik katta to'planishidan qat'iy nazar, lekin Xivani xazinasiga, Xorazm xazinasiga bu soliq kelib 10% ham tushmaydi deydi buni. Chunki buni qayerdan bilamiz? Shu Xiva xonini, Xorazm xonini yordamchisi, ya'ni to'g'ri xotirlayotgan bo'lsam, Matkarim xonmi, shunaqa degan Matniyoz degan odam bo'ladi. Buni tutgan daftari bor. Shu soliq bo'yicha tutgan daftari bor. Bu soliqda ko'riladi. Katta yer solig'i, har xil soliqlar to'plangan aholidan va lekin xazinaga kelib tushmagan. Ya'ni davlat nazorati Xiva xoni endi o'zining davrida shu atrofda qudratli xon bo'lgan bo'lsa ham, lekin davlat xazinasi talon-taroj qilingan. Buni boshqa davrlarda ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda, Turkistonda davlat xazinasini, davlat byudjetini qanday talon-taroj qilinishini. Va u demakki saboq bundan 150 yil ilgarigi avvalgi davrda ham xuddi shu narsa bo'lgan ekan. Davlatning xazinasi bo'sh. Davlat harbiy sohalarga unaqa ko'p pul xarajat qilmagan. Davlatni o'zini harbiy, albatta xonni o'zini atrofida askarlar bor, lekin bu askarlar bir harbiy to'qnashuv bo'lsa, bir boshqa bir dushman kelganda bu dushmanlar bilan urushga qodir emasligini yozadi Makahan. Buni deydi, bu atrofida endi xuddi o'zini himoyachilari sifatida himoya qilgandek shunaqa askarlar bor Xorazm xonining atrofida, Muhammad Rahim xonning atrofida, lekin bu askarlar, himoyachilar, qo'riqchilar faqatgina xonni qo'riqlashi mumkin. Yo balki Xivani, o'sha shaharini, qalasini qo'riqlashi mumkin, lekin tashqaridan mana Rossiya ni qarshisida, juda Rossiya endi u davrdagi juda kuchli armiya bo'lmasa ham, lekin Xiva xonini bu Rossiyaga qarshi askariy shu mag'lubiyatini shu manzarada tasvirlaydi. Hatto Kavmunni ham masalan tarixga qaraydigan bo'lsak, so'zlari bor. Bunga Xiva xoniga, Muhammad Rahim xonga inglizlar tarafidan qurol, miltiqlar sovg'a qilingan va miltiqni bezak sifatida to'rga, shu saroy to'riga, gilamga osib qo'ygan bo'ladi. Kaufmanni gapi borki, aytadiki, shu agar ruslarga qarshi, bizlarga qarshi bizlarga qarshi ishlatilgan bo'lganda shu miltiq, osib turgan miltiq, balki biz suvni, Amudaryoni kechib o'tolmagan bo'lardik. Bu yerlarga kirishimiz, bizni Xivani olishimiz kechikkan bo'lardi degan ibratli bir gapi bor. Shunday qilib, Makahin ham bu narsalarni o'zini ko'zdan kechiradi, boshini shu ko'zlamchi sifatida qarab o'tadi. Mana endi biz uchun bugungi kunda, hozirgi O'zbekistonda, zamonaviy O'zbekistonda nima ahamiyati bor? Bu odamni, Makahinni shu 150 yil oldin Xivaga borgan va Xivani o'sha davrdagi kuzatuvlarini yozgan odam uchun biz uchun nima ahamiyati bor? Bugungi O'zbekiston davrini oladigan bo'lsak, mana bu odam Xivani atrofini, shu o'sha davrni ko'zdan kechirar ekan, bizni nihoyatda O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni, Turkistonni, Xivani xonlarni shu o'zida masalan yaxshi bir ahvolda, yaxshi bir sharoitda yashashdan qat'iy nazar, lekin aholini bu o'zini hukmdorlardan norozi ekanligini ko'radi bu odam. Aholini johilligini ko'radi, jaholatni ko'radi Xivada, Turkistonda, boshqa yerlarda. Bu jaholatni, dunyodan orqada qolishni Rossiyaga, o'sha davrda Rossiya istilosiga mag'lubiyatini sabablaridan biri sifatida ko'radi. Ilm yo'q, fan yo'q, aniq fanlar rivojlanmagan, texnika yo'q, texnologiyaga o'sha davrdagi iqtidorlar, ya'ni xonlar, o'sha davrdagi hukmdorlar juda katta, hech davlatni ma'lum bir byudjeti ajratilmagan, ya'ni davlat xazinasidan bularga pul berilmagan. Hukmdorlarimiz u davrda adabiyotga endi qiziqqan bo'lsa ham, mana Feruz Taxallusovlar she'rlar yozib, g'azallar yozgan, bazm ichida yashagan, bachcha o'ynatgan, o'zligi shu juda ham yaxshi saroy, faqatgina saroy aholisi bilan saroy ichida chegaralangan bu narsalar. Har kun ziyofat, har kun bazm, lekin aholini ahvoli, ijtimoiy iqtisodiy ahvoli tang bo'lgan va ilm fanga
yetarlicha o'rin berilmagan va natijada O'rta Osiyo aholisi, Markaziy Osiyo, Turkiston aholisi johillikda qolib ketgan. Albattaki buni keyinchalik jadidchilar bu masalalarni, bu mavzularni ko'tarib chiqqan, bizni aholimizni jadidlikdan shu Turkiston xalqini jaholatdan qutqarish yo'llari to'g'risida ancha gapirishgan. Lekin mana hozirgi O'zbekistonga bugun ham qaraydigan bo'lsak, saboq shu: O'zbekistonda demakki biz yoshlarni, o'zbeklarni ilm fan faqatgina bilim yo'lida saboq olishini, bilim yo'lida bilimga O'zbekistonni ko'proq sarmoya kirgizishini qo'llashimiz kerak. Texnologik sohalarda O'zbekiston uchun kerakli butun jabhalarni, eshiklarini ochishimiz kerak. Shundagina O'zbekiston rivojlangan, mustaqil, suveren, kuchli bir davlat bo'la olishi mumkin. Harbiy sohada ko'proq sarmoyalar yotqizishimiz kerak, investitsiyalar qilishimiz kerak. O'zbekistonni harbiy sohada, O'zbekiston armiyasini modern texnologiyalar bilan boyitishimiz kerak. Albattaki hozirgi davrda, hozirgi 21-asrda faqatgina inson kuchi, askariy kuch, armiyani o'zini qudrati kam. Dunyoda mana dunyodagi urushlarga qarayapmiz bugun. Rivojlangan davlatlarni qarang, odam askar o'lishi, askar talofati juda kam rivojlangan davlatlarda. Lekin mana Rossiyaga o'xshagan davlatni qarang, kichkinagina bir Ukraina bilan tenglashtiradigan bo'lsak, Rossiya bugun juda katta harbiyda, urushda juda katta talofat berdi, inson o'ldi. Albattaki Rossiyaga o'xshagan, Putinga o'xshagan avtoritar davlatlar uchun inson talofati juda katta bir narsa emas, muammo emas. Lekin mana ko'rib turibmiz, mana bugun Isroilni olaylik, boshqa davlatlarni olaylik, Amerikani olaylik, urushlarda askarda inson yo'qotish juda kam. Dronlar bilan, rivojlangan texnologik, modern qurollar bilan urushyapti. O'zbekiston ham albattaki O'zbekistonni bugun dushman, tashqi dushman O'zbekistonni ko'zida juda katta ko'rinmasligi mumkin, atrofimizda dushman bo'lmasligi mumkin, lekin albattaki har bir rivojlangan demokratik davlat o'zini qo'riqlashi uchun modern texnologiyadan, modern silohlardan, modern zamonaviy texnologiyalarga investitsiya qilish kerak, armiyani modern silohlar bilan boyitish kerak. Inson kuchi, insonni askariy kuch bu hozirgi 21-asr o'rtalariga keladigan bo'lsak, ahamiyati yo'q va bundan keyin ham ahamiyatini yo'qotadi.